Assalomu alaykum azizlar. Mana ustoz bilan safarga chiqdik, ya'ni xalq xizmatiga. Xullas, yo'lda ketayotib bir she'rlari menga ma'qul kelib qoldi. Shuni qaytadan o'qib bering. Muxlislarimiz ham bir eshitib maza qilsin deb iltimos qildim. Ustoz, iltimos shuni, ha? Gap yo'q. Uniform, sport uniformalarini ko'rib to'yga shunaqa hali. Yo'q, hali yo'llarimiz uzoq. Hali yo'lda uzoq yuramiz. Kimga yo'qdek, kim uchun borman? Do'stu yorda adashdimmi yo? Bir mehribon mehriga zorman. Mehring tugab qoldimi? Yo'q. Yuragimni armon tilganda, bag'rim uzra ayoz yelganda, rostini ayt, menga kelganda, mehring tugab qoldimi dunyo? Desam, yo'q, mehr tugamagan ekan, oqibat barhayot ekan. Mana ustoz shogirdlik rishtasi meni Tojikistonga yetaklab keldi. Alhamdulillah. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ustozimiz muxlislari, bizning muxlislarimiz doim sog' bo'linglar. Sizlar uchun bu hamma joyda aytilmagan hali. Ko'p joy eshitmagan ham hali. Yangisi yo'q, quruga yo'q. Yangisi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.